Prezident maktablariga tayyorlovchi testlarni nima uchun topshirish kerak? Ushbu video davomida sizlarga bu savolga 5 ta sabab orqali javob beraman. Birinchi sabab PIMA spesifikatsiyasiga mos testlar. Bizning platformamizdagi testlar aynan prezident maktablarining kirish imtihonlariga moslab tuzilgan. Savollar shakli, darajasi va formati real imtihonga juda ham yaqin. Ikkinchi sabab, bizning platformamizda har bir xatoga to'liq yechim beriladi. Shunchaki xato deb chiqmaydi. Savollarni qanday yechilishi kerakligini bosqichma-bosqich tushuntirib beriladi. Uchinchi sabab, zaif tomonlar aniqlanadi va takrorlash uchun mavzular taklif etiladi. Bizning tizimimiz yechgan testingizning natijasiga qarab aniq zaif tomoningizni ko'rsatadi va ushbu zaif tomoningizga qarab sizga takrorlash uchun mavzularni tavsiya etadi. To'rtinchi sabab, har bir xato uchun sun'iy intellekt tomonidan maxsus vazifalar beriladi. Tizim faqat sizga kerakli mashqlarni beradi. Umumiy emas, faqatgina sizga moslashtirilgan, sizni bilim darajangizga moslashtirilgan vazifalarni beradi. Beshinchi sabab, agar farzandingiz ushbu vazifalarni to'liq bajarsa, natija kafolati o'zgaradi. Testbor.uz-dagi testlar oddiy mashqlar emas. Bular natijaga olib boradigan tayyorgarlik tizimidir. Testlarni telefon, kompyuter yoki istalgan gadjet orqali xohlagan vaqtingizda yechib ko'rishingiz mumkin. Testbor.uz platformasi bilan birgalikda prezident maktablariga tayyorlaning.